Endi bizning yana aqliy energiyasimizning yana bir qismi nega o'tib ketdi desa, boshqalarni tuvelitish bilan yapishimizda. Masalan, meni oldim kelgan igiz qavladim, menda bearamlik shakllantirganlik uchun meni tunji inkosim nima bo'ldi desa, uni amal bir amallarni qilib, bir gaplarni deb uni tuvelletmoqchi bo'laman yoki uni bilim yo'q deb turib olamdim yoki u to'g'ri gaplarni qilish orqali uni tuven holatga tushirmoqchi bo'laman. Chunki menda bearamlik shakllantirganda bundaş aytganda men uni o'zim tahdid deb o'ylab olaman. Shunga nurg'un vaqtlarda biz atrofimizda o'zimizdan bilimlik, o'zimizdan baxtli, o'zimizdan boy odamlarni ko'rgan vaqtda qanday qilamiz deganda ularni o'zimizga tahdid yoki ba'zi dushmandek o'ylab olib, u to'g'riliq hasad qilish, bu hasadni sağlam holda emas, besağlam holda uning ortidan gap tepishga chiqroq vaqt sarf qilib turib olamiz. Chunki ular bizning ojizligimizni oshkorlab qo'yganlik uchun. Chunki bu xil odamlar biz bearamlik shakllantirib qo'yganlik uchun. Amaliyat shu deganda, amaliyat ruh ilmida bizning bir odamni har xil usullar orqali ham amaliy yoki bo'lmasa uni obraz jihatdan tuvaletishning o'zi bizningmi tuvalishimizni keltirib chiqardi. Bundaş aytganda bir odamning tuvalishi boshqa odamlarning tuvalishi keltirib chiqardi. Men bir tor nazariyasini deb beray. Shu men bir rax ekib turinglar, rax. Raxni ilib ishga olib chiqqanlar kim? Men tutinglar. Amaliyotda butun dunyodagi odamlar nimaga o'xshaydi? Dunyodagi bir-birlarining shu raxning ustidagi jipga o'xshay kirishib bir gavdani hosil qildi. Bunday aytganda butun odamni bir odam, bir gavda deyishkin bo'ldi. Bizning manfaatimiz odatda bir-birimiz bilan ulinib ketgan bo'ladi. Agar bu raxning ustidagi ma'lum bir nuqta cho'qchib chiqqan vaqtda, bu nuqtaning o'zi mushning atrofidagi nuqtalardan tortib butun raxning ustidagi nuqtani ustiga ko'tardi. Eng ustiga ko'tarilgan nuqta qaysi esa bu dal buning atrofidagi nuqta. Masalan, Urumchida bir odam ufq qazinib yuqori o'rlasa, u birinchi ulab shu Urumchidagi odamlarni o'ziga tortib chiqadi. Boshqalarni mi tortib chiqadi? Har qanday bir millatdan birisi o'sib chiqsa, u avval kimni tortib chiqadi desa, o'zining millatiga odamlarni so'rab ustiga burdi. Boshqa millatdagilarni albatta so'rilib uni ustiga chiqadi. Ammo buni bosqanda chu deganda biz har xil usullar orqali bir odamni tuvellesak, amaliyotda boshqalarning tuvellishi bizningmi tuvellishimizni keltirib chiqadi har xil darajada. Mana bu insoniyatning bir-biriga bog'lanib ketganlik. Mana bu insonparvarlikning nimasi desa, asli mo'j shakllanadi. Shuni biz ko'pincha vaqtlarimizni boshqalarni tuvellish uchun sarf qilganimizning o'zi yoki atrofimizga do'stimiz, tuqqanlarimiz yoki xizmatdoshlarimiz yoki o'zimizning millat yoki xalqi, davlat ma'lum bir odamni besib tuvellatish tip yildizi elib aytgan nimani keltirib chiqardi desa, boshqalarning tuvellishini keltirib chiqargan. Agar biz boshqalarni qo'llab, boshqalarni juqurta olsaqchi desa, bu dal bizningmi yuqilishimizni keltirib chiqardi. Mana bu muqaddas kitoblardagi boshqalar qilgan yaxshilik, o'zingga qilgan yaxshilik, o'zingga qilgan yaxshilik, boshqalar qilgan yaxshilik degan tip markaziy ideyaning psixikalik tushuntirilishi bo'ldi.